Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Ismim Bektosh. Jetor avtosalonida starshi menejer bo'lib ishlayman. Sizlarga videoni oxirigacha ko'rsalaring. Bugun Jetor avtomobillarini hammasini obzorlarini, undan tashqari bonus paketlarini hamda lokatsiyani bitta tushuntirib o'tib ketaman. Lokatsiyadan boshlasak, bu yoq Yujniy vokzaldan kevurish, mashina bozoriga yetmasdan Ahmad Oltinjo'janing yonida lokatsiyamiz. Qani kelinglar. Men sizlarga bitta tushuntirib o'tib ketaman. Xo'p, videoni boshlashdan oldin bitta like tugmasini bosib qo'ying. Keling aka, men sizga birinchi boshlashdan oldin bonus paketlar haqida qisqacha tushuntirib o'tib ketsam, bonus paketlarimiz hamma mashinalarga mavjud. Ayniqsa YouTubedan kelgan klientlarimiz uchun benzin, mehmonxona xarajatlarini ham o'zimiz avtosalon nomidan qoplab beramiz. Xo'p, qarang. Kredit uslubi haqida boshlang'ich ma'lumot berib o'tib ketsam, mashinalarimizga hamma modelimizga 20-25% boshlang'ich to'lov bilan avtokreditga, undan tashqari 50% boshlang'ich to'lov bilan rastrojkaga bemalol bir kunda bitta shot surovka bilan o'zlaring nomlaringga olib ketsalaring bo'ladi. Xo'p, men sizga hozir TK haqida qisqacha boshlang'ich ma'lumotlarni berib o'tib ketaman. Undan tashqari klientlarimiz kelgandan keyin to'liqroq ma'lumot olishadi. Xo'p, bu TK modelimizning birinchi pozitsiyasi hisoblanadi. 1.5 turbina motor, 184 ta ot kuchi. Undan tashqari shaharda ichiga rasxodlari taxminan 8-8.5 ta rasxod qiladi yuziga. Xo'p, 18 diska balonlari bor, 360 graduslik kameralari bor. Keling, yaqinroq kelsangiz, men klientlarga ichki obzorlarini ham bitta tushuntirib berib o'tib ketsam. Keling, men bularni bitta ko'rsataylik. Orqalari bilan ko'rsatib o'tsangiz. Keling, men mashinamizni tushuntirib beraman. Hamma joylarini ko'rsatib. Xo'p, orqa bagajdan boshlaymiz. Bu yoqda o'zini podstakanliklari bor, 1.5 turbinalari. Xuddi shu 1.5 turbina motorlisi. Xo'p, rasxodlarini tushuntirib berdim. Undan tashqari buni qulab qo'ysangiz bo'ladi. Etbetga tog' bog'iga borsangiz, xudo xolasa podkapot bemalol o'tirib, mazza qilib oilaviy dam olib kelsangiz bo'ladi. Tog'larga, bu joylarga bemalol yuradigan mashina. İçlaridan bitta ko'rsatsangiz, hollarini, akustikalari, undan tashqari eko koja sidinalari, 3 xil rejim, eko sport normal rejimi bor. 360 graduslik kameralari bor, palasa o'tirijatil, kurs kontrol, klimat kontrollari, hamma narsasi bor. O'zini xolodilniklarigacha mavjud. Mashinamizning rasxodlarini hamma narsasini aytdim. Narx-navoziga keladigan bo'lsa, birinchi pozitsiyamizning narxi 442 million so'm. Xo'p, keling endi men sizga xuddi shu modelni ikkinchi pozitsiyasini tushuntirib beraman. Bu modelimizda 2 litrli turbina motor bo'ladi, 254 ta ot kuchi. Xo'p, oldi yozuvlari, Jetor yozuvlari yonadi. Undan tashqari o'zini tumanli chiroqlari, dachka dozalari, 20 diska balonlari bor. Bitta ko'rsatib o'ting, diska balonlarini ham diskalar quyma bo'ladi. Chunki bularda polni привод, to'rtala balondan tortadi. Tog'larga bemalol chiqib keturasizlar. Shuning uchun quyma diska qilib qo'ygan. U joylarda qayrilib ketmasligi uchun tog'i toshladi. Xo'p, rasxodlariga keladigan bo'lsa, mashinamizning rasxodlari 9-10 shu atrofida rasxod qiladi. Shaharda ichida danliga 7-7.5 talarga ham tushadi yuziga. Xo'p, keling, sidinlardan bitta ko'rsatsangiz, sidinlarimiz elektropривод bo'ladi. Sidna pamitlari bor, o'zini akustikalar Sony, 540 graduslik kameralari bor. Tomlarini ham bitta ko'rsatsangiz, panorama tomlari bo'ladi. Undan tashqari bo'ladi birinchi pozitsiyasida 3 xil rejim bo'ladi, 7 xil rejim bo'ladi. Eco, sport, normal, tog'li, qorli, toshli, undan tashqari X-Drive rejimlarimiz ham mavjud. Bagaj kengligi, mashinaning kattaligi razmeridan salkam bir xil mashinamizni. Chunki bunda 20 bo'lgani uchun mashinamiz sal balandroq ko'rinadi. Bularda ham xuddi o'sha podstakanliklar narsalar ilib qo'ysa bo'ladi. Bagajimizning ham kattaligi ularda 580 litr. Bemalol 2-3 ta oilaning ro'zg'origa bemalol keturadi. Bularning narxlariga keladigan bo'lsa, bularning narxlari 512 million 200. Bularda ham xuddi o'sha usloviyalar 50% to'lasangiz, rastrojkalarimiz ham bor. Bu mashinani olishsa qanaqa bonus berasiz? Xo'p, keling, men sizga bonus paketlarini mana shu ikkita TK modeli haqida bitta bonus qilib beraman. Mashinalarimizga 6 yil garantiya, 200 ming probeggacha. Undan tashqari bonus paketlari, bularga $800 bonusli avtosalonimiz nomidan qo'yilgan. Oyog'ingiz 7 poliklar,
to'rtta eshik obshivkalariga bronni laminatsiya, undan tashqari polisfera tonirovkalar qilib beramiz. Men boya videoni boshida aytib o'tganimdek, YouTube kanalimizdan kelgan obunachilarimiz uchun polibak benzin, undan tashqari ishlaringiz bir kunda hal bo'lmaydigan bo'lsa, mehmonxonalaringizga chaqirib beramiz. Xudo xolasa. Xo'p, men sizga endi keyingi mashinani bitta tushuntirib beraman. Yaqinroq kelsangiz, bu oilaviy Jetour avtomobilini oilaviy crossoveri 7 ta o'rindiqli semenli mashina. Mashinalarimizning obsovkalarini ko'ryapsiz. X70 dan ancha 70 pluslar oldin chiqarilgan, o'shalardan ancha farqli. 1.5 turbina motor, 156 ta ot kuchi bo'ladi bu mashinalarimiz. Xo'p, o'zini patronik dashtlari, 18 diska ballonlari, 360 graduslik kameralari, panorama tom, hamma narsalari mavjud. Bularimizni rasxodi shaharda ichida taxminan o'zi kitobida yozilishi bo'yicha 7.5 ta rasxod qiladi. O'zini beskiruvchi joylari bor. Keling, yaqinroqdan bitta ichini ham ko'rsatib ketsangiz, klientlarimizga tushunarli bo'lishi uchun men tushuntirib o'taman. Sinirlarimizda elektriskiy bo'ladi. Elektroprovodda беспроводная зарядка, холодильниклari. Keling, o'rindiqlar sonini ham boya aytganimdek 7 ta o'rindiqli dedik. Gap isboti bilan bagajlar elektriskiy bo'ladi. Bagajlarimiz o'zining zavodskiy shturkalari bilan keladi. Bagajlar mana 7-o'rindiqlarni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Xo'p, bularimizga keladigan bo'lsak, X70'larimizda ikki xil pozitsiyada. Bu ko'rib turganlaring qorasi, bu oqi, bu birinchi pozitsiya, bu ikkinchi pozitsiya. Lekin oq-qora ranglari hammasi mavjud. Narx-navlari o'zgarmaydi, rangiga qarab. Rasxodlari pastda bir xil, motor, hamma narsasi bir xil. O'zi 5 ta farqi bor. Men farqlardan bitta sanab o'tib ketaman, birinchi, ikkinchi pozitsiyasini. Xo'p, faralarida bu yoqda galigen faralar, ikkinchi pozitsiyasida LED faralar bo'ladi. Undan tashqari sidinlarimizni hozir uni ham ichini ko'rsatib o'tamiz videoning yarmida. Bularda tikaniviy salon, bularda ko'rsatganimizdek ikki koja bo'ladi. Sidinkalari elektroprivodda, bularda rushnoy bo'ladi. Беспроводный zaryadkalari bo'ladi. Bularda беспроводный zaryadka yo'q. Undan tashqari bagajlari boya ko'rganingizdek elektroprivodda, bularda bagajlari rushnoy bo'ladi. Xo'p, keling, men boya hozir ko'rsataman degan narsani bitta ko'rsatib bering. Sidinlarini tikaniviy salonligini bitta klientlarimizga ko'rsatib o'tib ketamiz. Boya ularda ko'rsatganimiz ikki koja edi, bularda tikaniviy salon bo'ladi. Bular ham 7 ta o'rindiqli. Xuddi shunday, bularimiz rushnoy bo'ladi. 360 graduslik kameralari, panorama tomlari bir xil. Motor, ходовой qismlari. Xo'p, narxlariga keladigan bo'lsa, birinchi pozitsiyasi 299 million, ikkinchi pozitsiyasi 318 million 500 ming so'mga hozir sotyapmiz. Undan tashqari YouTube kanalimizdan kelgan klientlarimizga boya aytganimdek bonuslarimiz mavjud. Chiroyli bonuslar qilib beramiz. Polibak benzinlari bilan, nima deydi, bronni laminatsiya, Xo'p, X70 mashinamiz uchun nima bonuslar bor? O'zi faqat X70. Xo'p, qarang. Faqat X70 uchun hozirgi klientlarimizga bitta zo'r bonusimiz bor. Boya aytgan bonuslarimni ham qilib beramiz. Undan tashqari 3 marta moyni almashtirib berish avtosalonimiz nomidan qo'shib beramiz. Xo'p, men sizga yana bularni rasxodlarini aytdim, mashinani obzorini qilib berdim chiroyli qilib, narx-navlari aytildi, skidkalar mavjudligi aytildi. Undan tashqari hozirgi balonlari, ходовой qismlari, ходовойлari oldlari McPherson, orqalari nezaviy podveska bo'ladi. Hamma mashinamizniki bir xil. Ходовой chasti, orqasi balka emas. Orqasi otmaydi. 7-o'rindiqda ketayotgan odamlar ham uzoq yo'lga ketayotganida orqasi o'kilab otib ketmaydi. Endi men sizga bularni hammasini tushuntirib berdim, bonus paketlarini gaplashdik. Endi men sizga eng zo'r model, o'zimga yoqadi shaxsan, Jetour modellari ichida eng zo'ri men uchun Jetour Dashing. Bunimiz kak Lamborghini urus sifatida qilingan. Ko'rayotganingizdek faralari, obsovkalari, ko'ryapsiz, 19 diska ballonlari bor. Bular ham 1.5 turbina motor bo'ladi. 1.6 litr hozir chiqmayapti zavoddan. Endi biz ofitsialniy diler bo'lganimiz uchun zavod chiqarib berayotgan mashinalarni sotamiz. Bularda 19 aytganimdek, bularning rasxodlari shaharda ichida gabariti sal kattaroq bo'lgani uchun 8 talar rasxod qiladi. Bularga X70 larga qaraganda. Bularga tavsiya etiladigan benzinlari 92+, undan tashqari propanlar ham o'zimiz uстановка qilib beramiz.
kelayotgan klientlarimizga xohlayotganlarga, hammaga emas. Qaysi klient menga propan uстановка qilib ber desa, hammasiga propanlarni uстановка qilib beramiz. Garantiyalarimiz bor. Bularga ham X70 ga ham aytmanman. 5 yil garantiya, 150 ming probeggacha. Motor, korobka, ichki elektr sistemalariga garantiyalar beramiz. Xo'p, rasxodlari bu aytganimdek 8 ta. Ko'ring. Bular asosan 7 sekundlarda chiqadi. 6,5-7 sekundda 100 ga chiqadi, 100 km/s. Xo'p. Beskruchoy. Undan tashqari bular asosan minimalizm. Kalt bilan yonida kelsangiz, o'zi avtomatik mashina turadi. Ochiladi mashinamizni. Bularda sidinalarimizda bularning ham elektropриводda bo'ladi. Undan tashqari bularning как alisasi ham bor. Колесо управленияsi. Men sizga hozir uni ham ko'rsatib beraman. Sidinalarimiz ekokoja alikantara bilan jihozlangan bo'ladi. Беспроводная зарядка, холодильниклari, multimedianing elektrichеский rol bo'ladi. Rollari ancha yumshoq. Hamma mashinamizda shunaqa. Привет, Jetur. Открой люк. Здравствуйте. Что я могу для вас? Хорошо. Luklarni o'zi ochadi. Здравствуйте. Привет, Jetur. Открой все окно. Колесо управленiyalari ham bor. Bagajlarni bitta ko'rsatib bersam sizga. Bagajlarimiz elektrichеский, elektropриводda. O'zlari ochiladi. Ancha katta bagajni ham. Va X70 da bor kabi bunda ham xuddi o'sha narsa zavodskiy o'zining shturkalari bilan keladi. Bu nima uchun kerak? Bu shturka asosan mana bu narsalarni tepalariga qo'yib qo'yish uchun, undan tashqari orqada o'tirgan klientlar tagida bor narsani ko'rmasligi uchun. Endi ko'plar ishlatadi bu narsani, ko'plar ishlatmaydi, to'g'risini aytsam. Endi menga yaqinroq kelsangiz, men hozir klientlarimizni hammasini zo'r, eng yaxshi model, hozirda shaharbob crossover hisoblangan, rasxodlari kam, undan tashqari odamlarni taqqoslashi bo'yicha Tracker, Kia Sonet hammasidan ustun turadigan mashinamiz Jetur X50 modeli. Derski obsovka sharshara shaklda LED chiroqlari bor. Bular asosan rasxodlariga keladigan bo'lsa, 7, 7,5, 6,5 xuddi shunaqa rasxod qiladi shaharda ichida. Gabariti kichkinaligi uchun shunaqa, lekin motor qismlari bir xil, 1,5 turbina motor, 156 ta ot kuchi, 4 silindrli bo'ladi motorlari. Undan tashqari motorlari sepli motor bo'ladi, remin emas. Shunisiga ahamiyat beringlar. Xo'p, balonlari 18, diskalari boya aytganimdek bularda ham quyma, 360 graduslik kameralari, slipoy zonalari bor. O'zini ko'rsangiz, ishlari ham ancha komfort, qulayliklari bor. Bularda ham boya dashingda bor kabi колесо управления alissalari bor. Rollari multimedianing elektrichеский rol bo'ladi. Bu hozir siz ko'rib turayotganingiz bu X50 modelining ikkinchi pozitsiyasi. 398 litrli bagaj. O'zining patronik datchiklari bor. Buni birinchi pozitsiyasi ham mavjud. Birinchi pozitsiya bilan ikkinchi pozitsiyani men qisqa farqini aytib o'tib ketaman. 360 gradusli kameralari bo'lmaydi, lekin zadniy kamerasi bor. Balonlari 17 bo'ladi, bularda 18. Undan tashqari yana bitta farqi bor. U farqi qarayman sizga hozir aytaman. Asosiy farqlari shular ekan. Sidinkalari ruchnoy bo'ladi, bularda elektrik paketda bo'ladi. Luki bo'lmaydi. Bularda luklari bilan bor. Bularni qarang. Men sizga narx-navolarni bitta tushuntirib o'tib ketsam, xo'p, ikkinchi pozitsiyasining narxi 279 million 500, birinchi pozitsiyasining narxi 260 million so'm. Bularda ham skidkalar mavjud. Kelayotgan klientlarimizga bonuslarini chiroyli qilib beramiz. Bularda bonuslari polik, tonirovka, undan tashqari 4 eshik obshivkaskiga bronni laminatsiyalar qilib beramiz. Chiroyli qilib. Keling, men sizga motorni bitta ochib ko'rsatay. Chunki hammani qiziqtirgan narsa baribir motor bo'ladi. Undan tashqari ходовой klientlarga. Xo'p, bu modellarimizga klientlar kelsa, tekinga test drive'larimiz ham mavjud.
test drive ham qilib, mashinani ходовойni, motorini bitta ko'rsa bo'ladi. Hamma modelga mavjudda. Test drive'larimiz hamma modelga mavjud. Motorlarni ko'rasiz. Turbina motor. Ancha aqlli. Ходовойлari oldin McPherson, orqalari независимый подвеска bo'ladi. Xo'p. Boya aytganimdek, manzilimiz bu yoq Yujniy vokzaldan kelish, mashina bozoriga yetmasdan Ahmad Oltinjo'janing yonida Jetur avtosaloni. Hammani Jetur avtosalonida kutib qolamiz. Xudo xohlasa, hamma aytilgan bonuslar, hamma aytilgan narsalar narx-navolar bo'yicha qilinadi. Klientlarni YouTubedan kelgan klientlarimizga benzinlar qo'yib berib, agar ishlari bir kunda hal bo'lib qoladigan bo'lsa, mehmonxonalarni ham qilib beramiz chiroyli qilib. Hammani Jetur avtosalonida kutib qolaman.